Davlatimiz rahbarining 2024-yil 5-dekabrdagi G'ilon turistik rekreatsion zonasini va xalqaro umummavsumiy kurortni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida tegishli idoralarga Chiroqchi Sho'rquduq avtomobil yo'lining 30 km qismini 3-toifadagi yo'l darajasiga yetkazish bo'yicha qurilish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirish bo'yicha vazifalar ham belgilangan bo'lib, bu bejizga emasdi. Boisi yo'lning mazkur qismi haqiqatan ham uzoq vaqtdan buyon e'tibordan chetda qolib, nafaqat haydovchilar, balki yo'lovchilar uchun ham bir qator noqulayliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Asfaltlar katta texnika yurganligi o'yilib qolayotgan. Mazkur qaror e'lon qilingach, albatta birinchi navbatda hududda yashaydigan aholining quvonchi ortgani sir emas, biroq ular hozirda o'zlarini erta quvongandek his qilayotganini ta'kidlashmoqda. Televizorda ham, radioda ham eshitdik. Bo'ladi, mana bo'ladi deb aprelda ketdik, bo'lmayapti. Mayga boshlanadi dedi, bo'lmayapti. Kim bitta ikkitadan so'ravdik, mana 2030-yilgacha planga tushgan bu yo'l dedi. Murojaat ortidan manzilda bo'lib, yo'lning holati bilan yaqindan tanishishga harakat qildik. Mana o'sha yo'l. Boshlanish qismida olib borilgan ishlarni aytmaganda, undagi chuqurliklar hamon o'zini ko'z qilib turgandek. Haftada 2 marta ishim tushadi shu yo'lga. Shu yerdan o'tib qaytamiz. Ahvol bad, yurib bo'lmaydi. 30 kilometrlik masofani 2 soatdan ortiq vaqtda bosib o'tishga majbur bo'layotgan haydovchilar vaqtdan emas, mashinasi texnik nosoz holga kelayotganidan e'tiroz qilishdi. Uni so'rama, har ikkunda o'zi bu. Kecha ham ustaxonaga borib keldim. Shu yo'ldan ustidan. Yo'l bo'ylab borarkanmiz birlamchi navbatda yo'lni tekislash ishlari boshlanganini ta'kidlagan Chiroqchi tumani yo'llardan foydalanish davlat muassasasi mas'ullari avvaliga negadir yo'l oxiriga qadar borishimizni unchalik istashmadi. Sababini keyin angladik. Muassasa rahbari yo'ldagi muammolarni inkor qilmagan holda yo'lning chindan ham ma'nan eskirib bo'lganini ta'kidladi. Shu bilan birga rejalashtirilayotgan ishlar to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tdi. Bu yo'lda haqiqatan ta'mir talabligi to'g'ri, asfalt beton qoplamasi so'roq muddatini haqiqatan o'tab bo'lgan yo'l hisoblanadi. Murojaat qilayotgan xalqimiz buni loyiha jarayonlarini hali to'liq batafsil tushunib yetmagan. Shuning uchun biz bularga bu kichkina ish turi emas, albatta prezidentga yana bir marta rahmat aytamiz. Bu yo'l rekonstruksiya, o'zbekcha aytganda qayta qurish dasturiga tushgan. Bu to'liq qoplama olib tashlanib, noldan ish bajariladigan ish. Albatta bu yuqori katta summani talab qiladi. Mas'ulning so'zlariga tayanadigan bo'lsak, kelgusida mazkur yo'l 15 metr endilikdagi tungi yoritish chiroqlari bilan ta'minlanadi va bu borada loyihalash ishlari davom ettirilib, loyiha qiymati 340 milliard so'm deb baholanmoqda. Shu bilan birga ular mazkur ishlarning yaqin kunlar ichida boshlanishini ham qo'shimcha qilib o'tishdi.